Hoppa. Ana. Bizga shunaqangi yoritgichlarimiz kelgan sotuvga. Ko'rsanglar bo'ladi. Bularni koridorlarga qo'ysak bo'ladi, zinalarning yon atroflariga qo'ysak bo'ladi. Kechki payt bizga nim yorug'lik qilib berib turadi. Ularda har xil shakllilari bor. Bizda sizlarga bitta ko'rsatib ketaman. Mana tashqisi bo'ladi. Narojniy mana eshiklar tepasiga domlarda bo'ladi. Yana har xil joylarga qo'ysak bo'ladi. Koridorlarda qanaqadir sim chiqqan bo'lsa devorda tipa bran o'rniga qo'yish ham mumkin. Qanaqadir pol o'rnida qilingan variantlari bo'lsa, bitta devorga qo'yiladi. Tashqi holatda qotadi bunisi. Mana ular kichkina turbuchka variantlari. Ularda ham hamma ranglaridan bo'ladi. Mana ulari Dachi Divizheniya sharparelik so'z tayyor. Odamning harakati sezganda ichidan yonib beradi chiroqlari. Bunaqa shakllilari bor. Har xillari bor. Mana ingichka uzunchoqlari bor. O'zi uni tarafda ham ko'p turlari turibdi. 90 kodi bilan 407 4000 raqamlariga aloqaga chiqsanglar, rasmlarni Telegramdan tashlab, narxlari bilan bemalol ma'lumot beraveramiz. Kelmoqchi bo'lganlar Qo'qonda Yangi bozor Dasafonda do'konimiz.